Bu tepaga chiqib ishlash ham oson emas ekan. Ha, kela, u rasm chizyapti deb o'yladi shekilli aka. Bu ustalarning xizmatini sizlarga ko'rsatish maqsadida yordam qildik xolos. Aka, bizda hozir ustalarimiz ishlayapti. Xonadonlarda, ko'cha, hovli, santexnika, patolog hamma xizmati bularda mavjud ekan. Qaranglar qilayotgan ishlarini albatta ko'z ko'rib quvonadi. Marhamat tomosha qiling. Bo'ldi endi naqsh chizdirib, tabiatda bir narsalar chizdirgan qarang. Siz o'ylamagan misli go'zallik bor-u, pasti bor-u, qarang chiroyli tarzda qo'yilganki, ustalar qo'llar dard ko'rmasin deysiz. Xizmatlari bo'lsa, xizmatlarni halol qilib beradigan, javob beradigan bolalar ekan bor. Bilasizmi? Qo'ng'iroq qiling bitta, bizga shunaqa Instagramdan ko'rdik. Shular siz uchun telefon qilyapmiz desangiz, skidkalari bilan qilib berishadi kerak bo'lsa. Xizmatlari halol bolalar ekan. Ustakalarimiz yomg'ir demasdan, qor demay, sovuq demay, issiq demay, xullas ishlashyapti. Uchastka olasiz, telefon qilasiz. Remont ishlarimi, santexnikami, patologmi, elektrikmi, hamma xizmatlari mavjud ekan akalarimizda. Telefon nomerini yana qo'yib qo'yamiz. Telefon qiling va murojaat qilsangiz, albatta sizlar bilan bog'lanishadi, kelishasiz. Akalarimiz ishlariga 5 nima dedi? Jaqqa javob ekan. Qo'ng'iroq qiling kutamiz. Millimetrga omad. Zo'r. Bo'ldi.